Bu videoda elektromobil bor, yaqiningizga tashlab qo'ying. Mabodo gibrid. Akalar, bugun skelatimizda O'zbekistonda eng mashhur 5 ta mashinani yuki tushgan Leapmotor C16, Zikr 001, Dolphin 008, Voyage Zikr 009. Bitta o'zlaring ko'ringlar. Bu videoda elektromobil bor, yaqiningizga tashlab qo'ying. Mabodo gibrid elektromobil MSB aka farqi yo'q. Qanaqangi mashina bo'lishidan qat'iy nazar ishingizni 99% qilib bitiramiz. Akalar, qisqa tanishtirib o'taman, nima zapchast kelganini bitta o'zlaring ko'rasizlar. Leapmotor C16 mashinasiga hadovoy zapchastlari, ramkalari, stupitsa passivniy birket deysizlarmi, radiator difizorlari, Zikr 001 mashinasiga richaglari, Voyage mashinasiga keng assortiment kelgan, fonli kuzovni detallari, o'zini haqiqiy pnevma podveskalarigacha kelgan, bamferlari, bu kalish hisoblanadi, bamferi. Xo'p, undan tashqari yana bitta yangilik akalar. Xo'p, BYD Xiaolong 07 modeliga hadovoy zapchastlari ham kelgan, ko'rib turibsizlar, o'zini radnoy bamferi, originali, Zikr 001 ga ham bamfer, bag'i podkrenni ko'rib turibsizlar, fonli paroglar hamma modellarga. Akaxon skelatimizda 30 xildan ortiq modelga, 30 xildan ortiq elektromobilga zapchastlarimiz bor. Bitta o'zlaring ko'ringlar. BYD'da hamma modeliga, Honda deysizmi, Volkswagen deysizmi, Li deysizmi, Leapmotor deysizmi, qanaqangi model bo'lsa, bitta aloqaga chiqing.